Hurmatli obunachilar, 11-iyun navbatdagi sotuvimiz Baburofi Krupskadan kelgan bratlarga bo'ldi. İlk qator perrikli spesiyatkimiz eni 1.20, 3-qator sevidan bor. Bu bo'yi baland bo'lgan qishloq xo'jalik o'simliklarni o'rishga mo'ljallangan. Makka juvari orqaga yig'ilib ketmaydigan 9 at kuchli spesiyatkimiz sotildi. Mana kechki savdo pulishlari qo'shib berildi. Bahası kelishildi. Narxlarına ko'rinish to'ldimi? Razımısınız? Razım. Hazirlerden azarkandan aytıyorum. Hazirlerden azarkandan. Bo'ldi. Aziz obunachilar, aloqaga chiqaverasizlar, kelishaveradi ekan. Mana bu yoqda bratlar yelar turibdi. Traktorlari bor mana. Buna qo'shiladigan zuburjatka aytaman deysizlar, zuburjatkadan o'rnatib beraveramiz buni. Bunaday mana ishlitovarlarga bundaydan bor. Bahası 18 milyon so'm naqd pulga kelishtirib dastlabkasini içinde qilib berildi, aparib beriladi, xudo qalasa. Hammasi Xobar savdo markazida. Aziz obunachilar, aloqaga chiqaverasizlar. Razımısınız? Köyündegiday bo'ldimi? Ishlatib ko'rdingizmi? Sağ olun, salomat bo'lin. Keyini toza mashinalarga ulanib ketaversin. Aman bu. Hozir yuklab beraveramiz, xudo qalasa. iyun navbatdagi sotuvimiz Tolqinofiga. Largo Motors'tan Vizdaxod ullu traktor balonli tok mototsiklimiz. 6 akamotorli balonlari mana 50 balon xili. 6 akamotor Tolqinofiga hakim yordamchining tavsiyanomasi orqali sotilyapti. Qutlug' bo'lsin. Rahmat. Yaxshi kunlaringizga bersin. Köyündegiday bo'ldimi? Narx-navolardan razımsizlar? Ava. Yaxshi Az zo'r. arizalarni yuberdik, kulishlarni ochildi. Bunda yaxshi kunlaringizga bersin. Keyin toza mashin bo'laversin. Rozi bo'lsangizlar. Bizlar ham rozi. Har xil to'qqa mototsikllardan, benzinlardan bor aziz obunachilar. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. 14-iyun aziz obunachilar, navbatdagi sotuvimiz ham Xolimbek Ofina bo'ldi. 800 kiloluk elektr motorol, 1200 motor miyi, 6 akamotorli bo'ladi. Kuzov razmerlari 1.60 ga 1.10 bo'lsa kerak, adashmasam shunday edi. Kaska, zaryadchik, damqrat, balon kulishlari berildi. Narx-navolarni chiqqandagiday bo'ldimi? Bo'ldi. Bunda qutlug' bo'lsin texnikalar. Rahmat. Yaxshi kuningizga bersin. Keyin toza mashinalarga ulanib ketaversin. Necha haydab ko'rdingizlar? Zo'r. Narx-navo Viber boshqa yerlar bilan solishtirganda qanday? Yaxshi zo'r. Ko'ngildagidek bo'ldimi? Ha. Bunda xayrni ko'ring. Rahmat. Foydali barakali bo'lsin. To'zdirmoq nasib etsin. Rahmat. Aziz obunachilar, kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Bundan bir 15 dona keldi mana. 4-övmi, 5-övmi qapti. Birisini haydab ketadigan bo'ldi Xolimbekka. Keyingisini kechqurun yuboramiz tan. Xudo xolasa. Qalliqko'l rayonga ketdi mana Xunji mototsikli. Foydali barakali bo'lsin. Hurmatli obunachilar, 16-iyun kech bo'lishine qaramasdan mana Xo'jayli rayonidan kelgan ekan. Yeshanboy Yergashbay miydi? Yergashbay degan do'stimiz hakim yordamchi tavsiyanomasi orqali Grand Motors degan mototsiklimizni sotyapmiz. Necha so'm bo'ldi bahasi? 33 milyon. 33 milyon so'mga qutlug' bo'lsin. To'zdirmoq nasib etsin. Yaxshi kuningizga bersin. Ishlaringizga rivoj. Keyin toza mashinalarga aylanib ketaversin. Köyündegiday bo'ldimi? Narx-navolar Bo'ladi, bari. Viber bor, kelib sayladingiz. Rahmat. Ballara hammasini ko'rsatdi, o'rgatdim. Молодец. Xizmat qildi. Hamma ko'rsatishlar, konsertlari ko'rib berdi. Bo'ldi. Rahmat. Aziz do'stlar, dastlabkasi ham ichida bo'ladigan bo'ldi. Ertang kunduzning kuni olib beradigan bo'ldik. Hozir tashab ketaverasizlar ishonib. Xudo qalasa omonatga xiyonat yo'q. Xo'sh balon, samasval 250 lik motor, Vadimning axlajligiga xiyli bo'ladi. 33 milyon so'mga hakim yordamchining tavsiyanomasi orqali sotildi. Sog' bo'ling. Aziz do'stlar, kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Mototsikllarning yangi partiyalardan ham kelib qoldi mana. 200 kiloluk elektronli, Xunjining budjetli variantlari, motor sidinaning ostida xilisidan. Hammasidan bor.
Alaqaga chiqaverasizlar. On 7-iyun navbatdagi sotuvimiz Taryap mahallaga bo'ldi. 1,5 metrlik space yotganimiz hokim yordamchining tavsiyanomasi bilan Taryap mahallada Nurlan degan akamizga sotilyapti. Ko'ngildagidek bo'ldimi narx-navosi? Ko'ngildagidek yo'q, bari joyinda. Qutlug' bo'lsin texnikalar. Amin. Hammangizlar shu yerdan bitta rahmat. Rahmat, o'zingizga xayrini ko'ringlar. To'zdirmoq nasib etsin. Sizlarga omad. Keyin toza mashinalar bo'laversin. İlk qatar perikli mana 3-chi qatar sebidan bor. 177 motor degani benzin motor. 9 at kuchli bo'ladi. Az sezonning vaqtida boshlagan ishlar bo'lgandan bo'lsin. Xayrini ko'ringlar. Aziz obunachilar, kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqaverasizlar. Mototsikllar, motokultivatorlar, mini traktorlar hammasidan bor. Sog' bo'ling. 17-iyun navbatdagi sotuvimiz Chaykulofindan Maqsud akaga bo'ldi. 7 at kuchli benzin motor motokultivatorimiz. Naq pulga necha so'mga oldingiz? 3,5. 3,5 million so'mga naq pulga hamma pichoqlari terilgan, mana yig'ilgan, moyab to'li solingan 7 at kuchli benzin motor motokultivatorimiz. Haydab ishlatib ko'rdingizmi? Yaxshi ovozlarni. Ko'ngildagidek bo'ldimi? Normalniy xudo qalay. Xizmatlardan rozimisiz? Rozimiz. Bo'ladi, sog' bo'ling, bizlar ham rozimiz. Keyin toza mashinaga aylanib ketaversin. Mana xudo xolasa janaki yuklab tashab o'tib ketaman deyotir. Xayrini ko'ring, dehqonchiligimiz barakasini bersin. Aziz obunachilar, sizlarga ham qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. 7 at kuchli mana onada mini traktorlardan bu reklama etib turibmiz. Ulkan traktorlar uchun mana yeni 170lik onaday frezamiz keldi, sotiladi. 2 metr, 2,5 metrlik traktorlarga tushadigan jatkilarimizdan keldi. Qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'ling. 18-iyun aziz obunachilar, navbatdagi sotuvimiz Qo'ng'irot rayon Ajniya Zappijaga sotildimi? Shuni aytaysizmi kaska bilan? Shu bir artistlarga sotildi. Qurolboy ag'amida atingiz? Ajniya mahallasi, Qo'ng'irot rayon. Kavalo brendining 2 tonnalik 220 ga 140 razmerdagi kuzov razmerli mototsikli ana. Bahasi necha so'm bo'ldi? 26 million. 26 million so'mga ana shu 10 chiq mashinamiz ham aktivlarga deb qo'shib berildi. Dastlabkisi ichida Qo'ng'irot rayonga. Bahasi 26 million so'm. Ko'ngildagidek bo'ldimi? Narx-navodan rozimisiz bizlardan? Ham meni haydab ishlatib ko'rsatib berdi. Haydab ko'rdim. Haydab ko'rdingiz. Sog' bo'ling, qutlug' bo'lsin. Amin. To'zdirmoq nasib etsin. Keyingilar toza mashinalar bo'laversin. Aziz obunachilar, kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Zapaskasi, baloni, damqiratlari hamma narsasi berildi. Narx pulga 26 million so'm bo'ldi. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Kavalo, Uragan, Hunji, Grand Motors degan benzinli mototsikllar har xilsidan bor. Telefonlarga chiqaverasizlar. Bo'ladi, xayrini ko'ring. To'zdirmoq nasib etsin aga. Sog' bo'ling. 19-iyun navbatdagi sotuvimiz Taxyatash rayonidan bo'ldi. Taxyatash rayon Nayman kolxoz, ha? Nayman kolxoz. Nizomaddin jo'ramizga. Necha so'm bo'ldi bahasi? 8 million 400 bo'ldi bahasi. 8 million 400 ga 188 motorli Selarka motor motokultivatorimiz. Qutlug' bo'lsin. Boshlagan ishlar o'ngdan bo'lsin. Texnikalar buzilmay yurib turaversin, keyin mashinaga aylanib ketaversin. Dehqonchiligingizga baraka bersin. Ko'ngildagidek bo'ldi axir, haydab ishlatib ko'rdingizlar. Qo'bar savdo markazi boshqa birlarga tepsa yetsa bolaton yurma. Bo'ladi, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yaxshi kuningizga bersin. Tamam bo'ling. Aziz obunachilar, aloqaga chiqaverasizlar mana har xil texnikalardan bor. 19-iyun navbatdagi sotuvimiz Bog' mahallasini kim edi? Sherali jo'ramizga sotildi mana. Yeni 120lik space yatki 3-qatar sebidan bor. Necha so'm bo'ldi bahasi? 20 million. 20 million so'm aziz obunachilar. Ustundagi 3-qatar mana bu narsasi bilan birga 20 million so'm. Uni olib tashlasak, ixtiyor o'zlaringizda 18,5 million so'm bo'ladi. Halovchilar usti bilan qo'shib oladi. Xalamasangizda 18,5 million so'm. Naqd pul bo'lsa, undan ham tushib beraveramiz. Rozisiz-ku? Ko'ngildagidek bo'ldi axir. Boshda naqd pul qalaman dedingiz. O'sim bunaqa ko'ndi. Endi bunday zatga imtiyozli kredit berib turgan vaqtida buni naqd pulda ishlatib o'tirmasdan shundayga urgan yaxshi uni. Naqd pulga degan zatingizga bir mol olib qo'ylasangiz, bu yeniden o'z oldiga foyda keltiraveradi. Buning nesini o'zi sezonda, bir sezonda chiqarib olsangizlar bo'ladi.
Onda kutlu olsun. Tozdurmak nasip etsin. Keyini taza maşinle aylanıp ketaversin. Faydalı, berekeli olsun. Razımız Sakır. Razı mı? Sağ ol. Sodası versin. Hı. Bir ılık gepleriniz var mı? Bize de aytet o. Gap kilometre kadar söyleyeyim. Nasıl zor? Kanakarlı anladın. Болады. Haydap yağıp gördünüz. İşletip görsettim ahir. İşlep turip koylu sazma. Oldu. İşletip görsetedi. Olmaz yok. Sağ olun. Maylarını savatır abi. Maya pullarını savadır. Ayakta matakıl tavatırlarının her kıyısından var ne? 7 atışlıdan 17, 24 atışlı geçe. 17 traktörlarımız var. Alakalı çıkavrasılar pestegen ömürlerimiz ki. Bugün 21. yıl nöbetteki satımız Halımbek Ofina. Orazbek'e satıldı mı ne? Kunci elektromotor olup 58 amperden 6'dan akamotor koyulgan. Yan başında koşa ram var ne? Tak, bunun reduktoru katta xil bo'lib kelgan xilisinden dinamo magnitoviy xili. Yuqoriga tirmashib qo'ytirgan vaqtida yine to'xtab qolsa, mabodo chiqa olmay qolgan vaqtida izga qaytib ketmaydi, boshqa torimiz yo'q, ya'ni sipleniyali mototsikllarga o'xshab. O'zini o'zi ushlab qoladigan xususiyatga ega. Shu mototsikldan yine 3 dona qoldi. Buning izi bunday mototsikldan yo'q lekin. Keyingilarini qanday olamiz, Xudo biladi. İş qilib amallik qilib tursa ko'raveramiz. Onda Orazbekka qutlug' bo'lsin. Köyündegiday bo'ldimi? Narx-navodan rozimisiz? Maylarni sop haydab ko'rib ko'rsatdi. Bo'ladi. Rozi bo'lsangiz, bizlar ham rozimiz. Xayrni ko'ring. Keyin toza mashinalar bo'laversin. Sog' bo'ling. 21-iyun navbatdagi sotuvimiz Qizilchali mahallasini Rashtakiga. Rashtakiga qutlug' bo'lsin. Rahmat, mana shuncha bola minatib aktiv qilgan mana. Joy tayyorlab uyga apart berib atibdi mana mashinalar qo'ygan mana. Shu bolaning ishlarini rivoj, topgan tutqaning bari shunday yaxshi kunlarni bersin pullari. Rahmat. Vaqtasi aqlarni bolalarni tutib menga mototsikl olib berib yurmak nasib etsin. Amin. Xudo qalasa mana bolamizga olib berib atamiz. Bunun balans haydi özüm sağlık salamatı yaxshi to'ylarda. Amin. Shamol o'tib tursin. Rahmat. Adam ishlarimizga rivoj. Rahmat. Aytganingiz kelsin, to'zdirmoq nasib etsin. Rahmat. Köyündegiday bo'ldimi? Narx-navosidan rozimisiz? Haydab ko'rdingiz, ishlatib ko'rdingiz. Cho'nkarib ham ko'rdingiz. Mototsiklni oqshom kelib ko'rib, dokumentlarni tayyorlamaga ketgan ekan. Buni yana bir odam modelashmaydi, ustida talashib endi buni. Endi qo'sh balonli 250lik motor, vadimli охлаждение bo'ladi. Пониженный повышенияsi bor, 250lik motor, qo'zib razmeri 220 ga 140 konteyner bort deydi, samasval ham qo'sha balon. Ana shu mototsikl hokim yordamchisining tavsiyanomasi bilan 33 million so'm bo'ldimi? Shundaymi bahasi? 33 million so'm. Endi bu variantdan qolmadi. Uragan mototsiklning samasvallaridan bor. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, aziz obunachilar. Bo'ladi, unda xayrni ko'ring. Salomat bo'ling. Vay 250lik motor bo'lgani podyumda bildirmaydi. 22-iyun navbatdagi sotuvimiz Jaqshibiydan kelgan Yusuf aka degan kishiga sotildi mana. Sidiniyasini e'tibor bering, har yog'ini bir odam siyadi. Eldingi iki yog'indan mana 3 projektori bor. 1800 miya motorli 6 akkumulyator bilan jihozlangan. Balonlar semiz xili balon. 100 daqat balon deyiladi. Ko'pchilik shunga qiziqadi. Shunday mototsiklimiz hokim yordamchisining tavsiyanomasi bilan 19 million so'mga berildi. Köyündegiday bo'ldimi? Narx-navodan rozimisiz? Roziman. Bunda to'ylarga mining. Yaxshi kuningizga bersin, keyin toza mashinalarga aylanib ketaversin. İşlaringizga rivoj. Aziz obunachilar, kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Xunji mototsiklimizdan to'qlidan uchuvi qoldi. Mana Xunji nergaydi bu? Bu Qalliqo'l rayoniga ketyaptir mana. Tunugun bir kun olib ketdilar, keyingilari o'zlari kelmasdan zakaz etyaptir. Mana shu pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsangizlar bo'ladi. Uber Uz deb YouTube'dan, Instagram'dan, Telegram'dan izlasangizlar ham chiqib keladi. Shu yerda telefon nomerlarimiz bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar. Bu avatirgan mijozimizga da foydali, barakali bo'lsin. İşlerine rivoj. Sağ olsunlar.